Xitoy rejimi Uyg'ur madaniyatini turli vositalar bilan butunlay cheklayotgan, yo'qotayotgan bir paytda Urumchida yana atalmış Jonxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosli liniya qilish haqida maxsus muhokama yig'ini ichib, Xitoy madaniyatini Sharq Turkiston xalqiga qanday qabul qildirish masalasini muhokama qilgan. Xitoy tashviqot organlarining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, muhokama yig'inida qo'rchoq amaldorlar taklif berib, Sharq Turkistonda atalmış Jonxo millatining o'rtaq madaniy makoni qurish kerak degan talablarni o'tirg'a qo'ygan. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Amerika rahbarligining Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga sungan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq xotirasini munozara qilish qaror loyihasini qarshi oladiganligini hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarni qaror loyihasining tasdiqlanishini qo'llashga chaqiriq qildi. 20 necha davlatda faoliyat qilayotgan 60 dan ortiq Uyg'ur tashkiloti birlashma bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo boshqa davlatlarni Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligi masalasida Amerika tarafida turib, Xitoyning mas'uliyatini surishti qilishga chaqirdi. 26 sentyabr kuni Amerika va Angliyani o'z ichiga olgan bir qism davlatlar Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini muzokara qilish taklif loyihasi sungan edi. Bu loyihaga Angliya, Kanada, Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, Islandiya ve Norvegiya birlikte imza qo'ygan. Putin Rossiya armiyasining ishg'olidagi Ukrainaning Xerson va Zaporojye rayonlarining atalmış mustaqilligini e'lon qilish farmoniga imzo qo'ydi. 9-oyning 23-kunidan 27-kunigacha Ukrainadagi Rossiyani qo'llaydigan bo'lginchilarning kontrolligidagi atalmış Donetsk ve Luhansk Xalq Cumhuriyetida Rossiya armiyasi tarafidan tortib olingan Xerson va Zaporojye rayonlarida Rossiyaga qo'shilish uchun umumiy xalq orasida ovozga qo'yish o'tkazildi. Rayonlardagi atalmış saylam komitetining g'arbiy rasmiy sonliq ma'lumotlarga qaraganda referendumdan Rossiyaga qo'shilish qarori chiqqan. Qozog'iston 5-oktyabrdan boshlab bu davlatdagi 15 Rossiya televiziya kanalini tarqatishni to'xtatdi. Xabar qilinishicha, Qozog'iston telegraf shirkati bilan 5-oktyabrdan boshlab 1-kanal va Rossiya 24 ni o'z ichiga olgan Rossiyaning 15 televiziya kanalining tarqalishini to'xtatdi. Berlin o'z tor bekitida bir qism Rossiya kanallarining tarqatilishining to'xtatilganligini e'lon qildi. Pakistanning Karachidagi Xitoy shifokxonasi qurolli hujumga uchirgan bo'lib, hujumda bir Xitoy o'lib, 2 Xitoy yaralandi. BBC'ning bu vaqtdagi xabarda bildirishicha, Pokistonning janubidagi port shahar Karachida 28 sentyabr bir er kishi Xitoylar ochgan tish kasalligi shifokxonasiga qurolli hujum qilgan. Hujumda bir Xitoy o'lib, 2 Xitoy yaralangan. Hujum qiluvchi naq maydondan qochib ketgan bo'lib, yerlik hukumat doiralari izlash harakati boshlagan. Saqchilarning aytishicha, o'lgan va yaralangan 3 Xitoyning hammasi Xitoy va Pokiston kimligi bor bo'lib, hujum davomida Pokiston fuqarolariga ziyon yetkazmagan. Yaqinqi yillarda Pokistonda Xitoyga qarshi hujumlar ko'paygan bo'lib, o'tgan yili Karachida bir Konzi institutiga qilingan hujumda 3 Xitoy o'qituvchi va bir shofir o'lgan.